Hammaga salom do'stlar, Rap kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman do'stlar. Bugun video nomidan bilganingizdek ajoyib va qaynoq treklarga o'z reaksiyamni berib o'taman. Do'stlar, tayyor bo'lsangiz men kirishni cho'zib o'tirmayman. Har doimgidek kichik introdan keyin sraz reaksiya videomizni boshlayman. Dalimjanov va Agadan qaynoq treklar chiqdi. Shu sababli bugungi videomizda ikkalasiga birdaniga reaksiya qilib o'tib ketamiz. Xullas do'stlar, birinchi bo'lib Dalimjanovdan boshlaymiz, chunki Dalimjanov adashmasam kecha chiqardi trekni. Birinchi Dalimjanovni eshitamiz va keyin Agani eshitib o'tamiz va o'z fikrlarimizni berib o'tamiz. 1 minut Dalimjanov trek chiqardi do'stlar. Instagramda ko'rdim istoriyalarini. Hozir birgalikda eshitamiz va o'z reaksiyamizni beramiz. Nima debdi? Trek nomi Baraka deb atalar ekan do'stlar. 2 kun oldin chiqdi. Kecha degandim, uzr do'stlar. Kechadan oldin kun oqshom chiqqan ekan. Xullas, trekka kirib ko'raylikchi. 1 minut do'stlar. Har doimgidek ochiqlamalarga qarab ketishimiz kerak. Ochiqlamalarda faqat o'zini ijtimoiy tarmoqlari yozilgan trek haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Xullas do'stlar. Tak. 1878 prosmotrga ega 2 kun oldin chiqqan trek. Ya'ni aslida tam 2 kun ham hisoblanmaydi. No, davay. Let's go. Bugün do'stlar uzr, videoni to'xtatdim. Bugun dam olish kunim va dam olish kunida mana shunday bir reaksiya videosi meni ham xursand qilyapti. Xullas, Dalimjanovdan Baraka deb nomlangan trek va mod video sizlar bilan birgalikda eshitamiz. Let's go. Hurmatim cheksiz, taslim bo'lmaganlarga, g'ururni ustun qo'yib aslo bo'sh kelmaganlarga, uyga non bilan Shu joyini eshitgandim Instagramda. Boshlash trek boshlanish ekan bu joyi. Men o'ylagandimki o'rtalarida deb. Let's go. Va trek juda ham qisqa do'stlar. 1 minut 44 sekunddan iborat. Let's go. Hurmatim cheksiz, taslim bo'lmaganlarga, g'ururni ustun qo'yib aslo bo'sh kelmaganlarga, uyga non bilan qaytgan va qarzga yemaganlarga, ertani o'ylab bosib qadam qilgan harakat. Bo'lsin doim ba'zim bo'lsin baraka. Bo'lsin doim ba'zim bo'lsin baraka. Bo'lsin doim ba'zim bo'lsin baraka. Bo'lsin baraka. Tinimsiz mehnat ko'rsatadi darajani. Bizda har xil raqamlar, hayot tarzi xarajati. Menda o'zgacha uslub, har mavsum yangi misra. Agar o'yinda bo'lsam, qo'limda faqat tuzlar. Bilmagan. Gap yo'q. Agar o'yinda bo'lsam faqat qo'limda tuzlar. Trekka kelayotgan bo'lsak, trek atmosferasi vobshe. Bunaqa nima desam ekan, bir Dalimjanovdan haqiqatan bir hard stillarda kutib qolamiz. Bilasizlar, oxirgi vaqtlarda Dalimjanov ko'proq tuyg'uli treklar chiqaryapti. No. Orada albatta chiqarib turibdi bunaqa treklar, lekin bunisi umuman boshqacha. Boshqacha vibe beraveryapti. Har xil raqamlar, hayot tarzi xarajati. Menda o'zgacha uslub, har mavsum yangi misra. Agar o'yinda bo'lsam, qo'limda faqat tuzlar. Bilmagan, ko'rmagan ochiqni ta'mini qidirib yashaydi. O'zgani kamini qara, kimlar qoldi yoningda sen bilan 1-2 so'm topganiga xursand bo'lib yashaydi. Lekin gap bundamas, yo'qotilgan vaqt ertangi kundamas. Hammasi joyida, nimadir kamdek, yetarlicha hisob to'lmagandek. Hurmatim cheksiz, taslim bo'lmaganlarga, g'ururni ustun qo'yib aslo bo'sh kelmaganlarga, uyga non bilan qaytgan va qarzga yemaganlarga, ertani o'ylab bosib qadam qilgan harakat. Bitta narsa diqqatim tortdi do'stlar. Agar siz ham e'tibor bergan bo'lsangiz, Dalimjanovning treklarida qandaydir editlar yo'q. Menimcha editlar kerak narsa deb o'ylayman, chunki trekka boshqacha bir vibe beradi.
Masalan, men hozir mana shu joyini eshitdim-u, qandaydir kallamda editlar tug'ilib ketyapti-da. Qaytargan joylari bor-u, вообще o'sha joylarda qanaqadir editlar kerak deb o'ylayman. Bilasizlar, global hip hopda eng ko'p editlar ishlatadigan reperlardan biri menimcha, o'z fikrim, Migosda juda ham ko'p editlar ko'ramiz Migos treklarida. Menimcha Dalimjanov ham treklarida editlar qo'shib kelsa juda ham chiroyli bo'lar deb o'ylayman. Bu o'zim fikrim. Ustun qo'yib aslo bo'sh kelmaganlarga, uyga non bilan qaytgan va qarzga yemaganlarga, ertani o'ylab bosib qadam qilgan harakat. Bo'lsin doim ba'zim bo'lsin baraka. Bo'lsin doim ba'zim bo'lsin baraka. Bo'lsin doim ba'zim bo'lsin baraka. Bo'lsin baraka. Voy, yo'mayo, trek tugab qoldi. Trek tugayapti уже do'stlar. Adashmasam ikkita naqorat va bitta versiya iborat. Juda ham qisqa, lekin zamon talabi do'stlar, qisqa treklar nima desam ekan, so'rashadi asosan. Globalda va Yevropada shunaqa, o'zimizda bilmadim, o'zimizda haligacha 4 minutlik, 5 minutlik treklar bor-da. Lekin hozirgi kunda zamon talabi qisqa treklar va aqlda qoluvchi so'zlar, esingizdan chiqarmang. Mana shu joyi do'stlar endi kechqurun tushayotgan versiyasi qorong'uda olinsa yana ham yaxshi bo'larmidi? Qop-qorong'uda. Unaqa joylari ham bormidi? 1 minut ko'ramiz hozir. Baraka. Mana shu joylar qop-qorong'uda olingan. Bo'lsin doim ba'zim bo'lsin baraka. Bu joylari xuddi abitdan keyin sekin soat 5-6 larda 5 emasku 6-7 lar orasida olingandek tipa. Bo'lsin baraka. Tinimsiz mehnat ko'rsatadi darajani. Bizda har xil raqamlar, hayot tarzi xarajati. Menda o'zgacha uslub, har mavsum yangi misra. Agar o'yinda bo'lsam, qo'limda faqat tuzlar. Bilmagan, ko'rmagan ochiqni ta'mini qidirib yashaydi. O'zgani kamini qara, kimlar qoldi yoningda, sen bilan 1-2 so'm topganiga xursand bo'lib yashay. Va mana shu 4 talikni ko'p treklarda ko'raman. Tipa naqoratda aytib, versiya ham aytib, degan joylarda Dalimjanovda ko'p uchratyapman mana shu joyini. Trekka albatta boshqacha bir atmosfera beradi. Orada boshqacha bir verslarni ham sinab ko'rsa, menimcha yomon bo'lmas edi deb o'ylayman do'stlar. Lekin gap bundamas, yo'qotilgan vaqt ertangi kundamas. Hammasi joyida, nimadir kamdek, yetarlicha hisob to'lmagandek. Hurmatim cheksiz, taslim bo'lmaganlarga, g'ururni ustun qo'yib aslo bo'sh kelmaganlarga, uyga negadir birinchi naqoratdagi anaqa vibe yo'q-a, shu yerda. Bum deb urayotdi birinchida. Joyida nimadir kamdek, yetarlicha hisob to'lmagandek. Hurmatim cheksiz, taslim bo'lmaganlarga, g'ururni ustun qo'yib aslo bo'sh kelmaganlarga, uyga non bilan qaytgan va qarzga yemaganlarga, ertani o'ylab bosib qadam qilgan harakat. Bo'lsin doim ba'zim bo'lsin baraka. Bo'lsin doim ba'zim bo'lsin baraka. Bo'lsin doim ba'zim bo'lsin baraka. Bo'lsin baraka. Yaxshi. Lekin haqiqatan yaxshi do'stlar. Klip atmosferasi ham chiroyli, kadr kam, mod video debdi. Kadrlarni ko'paytirsa menimcha yana ham chiroyliroq bo'lardi. Trekda limiti standart haqiqatan o'rtalama normalniy 1 minut 44 sekund yaxshi. Ya'ni u masalan 3 minut qilib, valdir-vuldir gapirib yoki bitta naqoratni 45 marta qaytargandan ko'ra mana shu narsa yaxshi. Tarafdoriman bu narsani, lekin klip kadrlarni ko'paytirsa yana ham yaxshi bo'lardi. Men istoriyalarda ko'rdim, mana shu kadrlar bor edi. Aytib o'tganimdek, agar kadrlarni ko'paytirsa yaxshi bo'lardi. Do'stlar, siz trek haqida nima deb o'ylaysiz? O'z fikringizni yozib kelsangiz juda ham xursand bo'lar edim. Trek chiqqaniga 2 kun bo'lishiga qaramasdan juda ham kam prosmotrga ega, 1878 prosmotrga ega do'stlar, qo'llab-quvvatlash kerak. Haqiqatan UzRapda nima desam ekan, ancha yildan beri ijod qilib kelyapti va bilasiz, UzRapda ko'pchilik qanaqadir foyda yoki plyus taraflari bo'lmagan joyda rep shuni tashlab ketib qoladi ko'pchilik reper, lekin
Bu bola haligacha ijod qilib kelyapti do'stlar, tashlamasdan bu ishni, ya'ni bu ishga bir mehr berganligini ko'rishimiz mumkin. Xullas, trek haqida fikrlaringizni yozib keting va bu trekdan keyin hozir soat necha bo'ldi? 1 minut 8:15 minut o'tibdi do'stlar. Agadan yangi trek chiqdi. Agadan hozir qaynoq trek chiqdi do'stlar. Agan trekini eshitib ko'ramiz. Aga. Let's go. Tayyormisiz do'stlar? Ketdik. Let's go. Yo-mayo. Do'stlar, klipda reklama bor. Mospetdan reklama bor. Yo-mayo. Vay bala. Bala nima qilsam ekan endi nima qilsam bala. Aga klipida bunaqa narsalar ishlatmasdi-yu, do'stlar. Bala bu qimor bu. Bu bilan qimor bilan. Nimaga? Nima uchun? Do'stlar, bilan bitta narsaga ochiqlik kiritishimiz kerak do'stlar. Shu narsani sizlarga aytib o'tay. Menga o'xshab hozir gapirganimda ko'pchilik o'ylashi mumkin, lekin bitta haqiqat bor do'stlar. Bizda hozir industriyada, mana shu rep industriyada O'zbekistonda hech qanday reperlarga yoki san'atchilarga pul to'lamaydi. San'atkor deganda nima? Masalan, otarchilarga to'y bor masalan, to'g'rimi? To'yga chiqadi, soqqasini qiladi. Reperlar nima qiladi do'stlar? Reperlar qaydan soqqa qilish kerak? Mana bunaqa treklarni chiqarish uchun qaydan pul qilish? Cho'ntagidan qachongacha chiqaradi masalan? Qachongacha qilgan mehnatini evazini olish kerakmi? Yoki yangi treklar chiqarish uchun qanaqadir moliyaviy tarafdan yordam kerakmi, yo'qmi? Men mana shu narsaga ochiqlik kiritishni xohlayman. Bizda yoki bukmekerlarda reklamasini tiqqan vaqtda aytadiki, "Ya, sen deydi, qimorda reklama qilyapsan, sen unaqa qilyapsan, sen bunaqa qilyapsan." Do'stlar, bitta narsada masalan qarang, bitta narsa. Reperlar ham masalan hamma nima desam ekan, biladi. Tashqaridan qaragan odamga biladi, qandaydir bir xuyoviy tuyulishi mumkin, lekin hammaga ham masalan moliyaviy tarafdan yordam kerak. Masalan, trek chiqarish uchun. Menga ham kerak. Masalan, men o'zim reaksiya video chiqaraman-ku. Masalan, YouTube hech qanaqa pul to'lamaydi. To'laydi, juda ham oz miqdorda do'stlar, ishoning. Bir oyiga hisoblasangiz 1 million ham bo'lmaydi. Bir oyiga hisoblasangiz 1 million ham bo'lmaydi YouTubedan tushayotgan pul O'zbekistonda. Shu narsani yaxshilab bilib olinglar. Reperlar bekordan bekorga bukmekerlardan reklama olmaydi. Nimaga oladi? Chunki chiqarayotgan trekini studiyasi bor, klipi bor, balay battarlari bor. Bularning hammasi pul do'stlar. O'shaning uchun bular ham reklama oladi, shu sababdan ijodini davom ettirib ketadi. Agar bu insonlar shunaqa reklamalar olmasa, ijodi to'xtab qolishi mumkin. Sen bilan millioner bolasi bo'lsang, u boshqa narsa. Otang puldan ishlatib qilaverasan. Lekin hamma ham unaqa emas. Shu taraflarni o'ylanglar do'stlar. Shu taraflarni o'ylagan holda odilona bir fikr bildirsanglar, juda ham chiroyli bo'lardi do'stlar. Ya'ni siraz aytib olmayman, biladi, hurmatim qolmadi, hurmatim tushib ketdi, bo'ldi atpiska. Menga ko'p yozardi. Masalan, men vaqtida bukmekerlar reklamasini qilganman. Ko'p yozgan menga masalan o'sha narsa, lekin bu narsani parda orqasini hech kim o'ylamaydi. Xullas, leksiya bo'lib ketdi bu yog'i bilan sigaretam tugab qoldi. Millat, yo. Let's go. I'm from Bagat. Ne oldu sende? İşlerim sere. Karını aç bulsam satmadı gurur belen. Kedinin arkası kette kakbutta eser. Pul tapıştı. Nima? Nima? Aç bulsam satmadı gurur belen. Kedinin arkası kette kakbutta eser. Qorni och bo'lsa ham sotmadik g'ururni, qorni yo. Karını aç bulsam satmadı gurur belen. Qorni och bo'lsa ham sotmadik g'urur baland. Kedinin arkası kette kakbutta eser. Kedinin arkası baland, kakbutta eser. Yani. Pul tapışını yaxşı görüş kanda babır telen. Midelese yak, mide oy, nide esep. İş
düşsə telefon urdu ketdə busam sizlər Ekin yaylıqını dayımı pula məzədi Sət 3 qız mən bilən şərni gezədi Özünükin aslında alamam backstage Çıxaman köçəyə ayaqda Nike diş Wood idi my love Ayakta Nike tek. Nike tek mi o? Aslında alamam backstage Çıxaman köçəyə ayaqda Nike diş Wood idi my love mən deməm my bitch Bugün O dedi my love. Men demem my bitch. Yoma ya agu. Şərdim hər gün gedənəm geç Qımmat güləşərdə xəmə qızla ərimiş Ulanın xatasına yürək ərimi Əvvəlki dedi bu gecə gəlimi Ondan aldığın sayıda aydadı ki, короче, bu akşam gelir mi aldın ya? Yoma. Bilmiyəm ona yazmadım, ağam cavab yazmadı Bu yürək hər dərdini kaldıradı Bu götləni yer şətib kaldıradı Xazınav istəsək aldıramız Aylıq doxodumuzunu arttıramız Bir özümə şirkətdə adım yox Pul yox, olsam zato namım var Bula xatınla da nam xatınlar Pul yox, olsam zato namım var Köp gəplədin, ağam səni ələ getdi Köp pul bilə qancıqla mələk etdi Bile aga treklerde bile sözleri nima deyapti? Gəplədin, ağam səni ələ getdi Köp pul bilə qancıqla mələk etdi Ko'p pulim qanjiqda melek etdi yani. Ko'p pul qanjiqlarni farishta qildi tipa. Bor gap bilan. Instada stories yok, yürüşümüz gizli Tinçqına bala gecə hərəkətdə Qururu yok, vaxtımı hələk etdi Kədim dedi, əllərin bərəkətli Kedim dedi ellerim bereketli. İşte bu reyplərim gələcəkdən Bir günümü yaşayman, ertən getəcəkdin Bu yürək hər dərdini kaldıradı Bu götləni yer şətib kaldıradı Hazınav istəsək aldıradı Bu joyi Tony Montana trekiga o'xshabdi do'stlar. Yani anaqa yuksalishi bor. Yuksalishi. Hozir tipa bundan oldin ham o'qidi bu joyini. No, lekin qanaqadir tix o'qidi. Hozir o'sha tipa Tony Montanadek nima deyardi? Joyi bor edi. Anaqada naqarot joyida. Bugun uyga kiraman appa Tony Montana din degan joyga o'xshab sразу yuksalyapti. Bu götləni yer şətib kaldıradı Hazınav istəsək aldıramız Aylıq doxodumuzunu arttıramız Hazınav istəsək aldıramız Bir gün çəkib yarısını kaldıramız Nerə girsəm şör yaldıradı Hazınav istəsək şunu aldıramız Agadan shunaqa treklar sog'ingandim bor. Haqiqatan bilaman ana shuni. Oxirgilari bilasizlar do'stlar ko'proq Marcel Tapeterga yozatdi-yu. Pistimizni o'zimiz tilida, jaydari tilida. O'shanaqa treklar chiqarib qoldi oxirgi vaqtlari. Nu, manaqa treklarni kutib qoldim haqiqatan bu ayni muddo. Ayni muddo bilan. Taqshan. Trek qanday qo'yilib ketdi bular? Navbatdagi qo'shiqlar chiqib qolishi Gündə küzətədilik ki ona yapmayman Hazır hər yeğeninə köngel açmayman Xullas do'stlar, mavzudan uzoqlashmaymiz do'stlar. Sizlarga yoqdimi do'stlar boyagi trek? Agani treki bilan vahshe qanaqadir banger trek chiqaribdi to'g'ri. Bu trekda do'stlar men hozir aytay, o'rtalama 3 million. Ya'ni 5 million desam balki ko'p bo'lib ketar. No, Alloh barakat bersin, ammo 3 million prosmotr haqiqatan naqd. Meni xayolimda 3 million prosmotr haqiqatan naqd. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Yo kamaytib qo'ydimmi, yo ko'paytib qo'ydimmi bilmadim. Chunki o'zimizda sevil bormaydi bunaqa treklar. Shu sababli shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda aytyapman do'stlar. Lekin 3 millioni naqd do'stlar bu trekda. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Agami yoki Dalimjanovning trekimi qaysi sizlarga yoqdi? Menga ikkala trek ham haqiqatan yoqdi. Ikkalasini ham boshqacha atmosferasi bor. Haqiqatan men davomiy eshitadigan treklar chiqaribdi ikkala reper ham.
O'rtada qoldim do'stlar. Tanlash kerak bo'lsa, yo Aga yo Dalimjanov, men o'rtada qoldim shaxsan. Siz nima deb o'ylaysiz? Aga yoki Dalimjanov? Buni albatta kommentariyaga yozib ketsangiz juda ham xursand bo'lamiz va har bir yozgan kommentariyingizga javob berishga harakat qilaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Kayfiyatingizni aslo va aslo tushirmang va kelasi reaksiya videolarda qaysi tracklarga reaksiya qilib o'tamiz, buni albatta yozib keting. O'zingizni ehtiyot qiling. Kayfiyatingizni aslo va aslo tushirmang. Yana yangi videolarda ko'rishguncha xayr.